ta butulka bilan. Tojikistondan O'zbekistonga vizit ketib 3 karra qilib atvet qilaman hozir. Va oxirida unga ham qiyin mashq beraman. Tinglay hikmat so'ylayotgan azim chinor yaprog'idir. Mavzilardan sado bergan to'lqin titrog'idir. Inson bilmadi, lekin men beradigan narsa ham oson emas. Agar shu videodan 20 ming obunachi kelsa, hammani ko'z oldida jonli efirda 100 ta butulkani urib sindiraman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Bu esa 10 ta g'isht bilan Tojikistonga vizit. O'zli chog'lar chog'idir. Ko'kka boqsang bebi xonim, suratni ko'z oldida. Yerga boqsang saylik, turmadi ko'z oldida. Kunga boqsang O'zbekistonni portlatib tashlaylar kommentariyani.